Cirrus M7 avtomobilidagi ko'pchilik bilmagan fishkalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu avtomobilimiz panoramali tomga ega, lekin ko'plab boshqa avtomobillarga nisbatan Cirrus M7 avtomobilidagi panorama ikki qismga bo'lingan va ulardan bir qismi ochiladi. Keyingi fishkamiz esa ashula eshitishni yoqtiradigan odamni juda ham xursand qiladi. Cirrus M7 avtomobilida haydovchi va passajir komforti uchun 18 ta dinamik o'rnatilgan. Aytgancha, agar ashulani o'zi kam bo'ladigan bo'lsa, salondagi podsvetkaning muzikalniy ritm degan rejimi sizga anchagina atmosfera qo'shib beradi. Cirrus M7 avtomobili 3 qator o'rindiq bilan jihozlangan va hattoki 3-qatorda ham havo aylanadi. Ekranimizdagi klimat kontrol tizimida esa ventilyatsiyani o'z xohlaganingizdek to'g'irlasangiz bo'ladi. Va ushbu mashinada hamma funksiyalarni maksimal darajasida ishlatishingiz uchun zavoddan butun sistemamiz rusifikatsiya bo'lib kelgan. Va oxirida passajir uchun mo'ljallangan Zero Gravity degan tizimni ko'rib chiqamiz. Bu funksiyani ishlatish uchun kapitanskiy sideniyaning yonidagi bir dona knopkani bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Orient Motors Comfort filialiga kelib, Cirrus M7 va ko'plab boshqa mashinalarning fishkalarini o'zingiz ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Ko'rishguncha.